xuddigina tushunganingizdek men Minecraftni butunlay tamomlamoqchiman. Mening vazifalarimni qiyinlashtiradigan faqat bitta narsa bor, bu ham bo'lsa hardkor. Aynan men hardkorda yana bir marta o'ynamoqchiman. O'tgan safargidek o'z so'ngina o'lib ketmayman degan umiddaman va men savannaga spawn bo'lganimda meni qishloq topish imkoniyatim oshdi. O'zini salgina pastroq qilsam, normalniy bo'ladi. Biz hozir instrumentlar yig'ib olamiz. Tamam. Tak, bizga 5 ta daraxt uzr. Bizda 5 ta daraxt yetib ortib ketadi, menimcha. Tak, endi o'zgina qishloq topib, o'zgina narsani u yerga ko'mga bo'lsa yaxshi bo'ladi. Mayli. Birinchi versiyaga qo'yib o'zgina kuchayib olamiz. Ajin o'zim bitta yetmayapti-yu. Mana endi biz kirka yasashimiz mumkin va mana. Sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar, chunki biza endi 500 yod ko'rishda bo'ldik. Biza 500 ta, ya'ni yarim mingta bo'lishimiz kerak. Bunga hali juda ko'p ishlashimiz kerak. Ya'ni nima demoqchiman, bunga juda ko'p mehnat qilishimiz kerak, lekin albatta tez nima bo'lyapti? Albatta tez orada bu songa yetishimizga umiddaman, chunki men ham 1000 sonini ko'rishni istayman, do'stlar. Aynan 1000 son. To'g'ri, men sheriklarim bilan o'ynamayman. Qishloqi bor, to'g'ri. Qishloqi bor va men qishloqi bilan o'ynaganimda bilasizlarmi, qishloqi uzoqdan keladi va men u oyida bir marta yoki yilida bir marta ham keladigan paytlari bo'ladi. Shuning uchun qishloq bilan videolar kamroq. Albatta ko'proq qilish harakat qilaman, lekin mayli. Tak, do'stlar, men so'rovnoma o'tkazganman ko'p marta, hamma qishloqi deyapti. Qishloqi yutadi, qishloqi nima qiladi deyapti. Afsus va qishloqi endi videolarimda taxminan shu bir bilmadim qachon keladi endi qishloqqa, do'stlar. Rostdan bilmayman qachon keladi, qachon ketadi. Menga aytgani yo'q hali. Lekin tezda keladi degan umiddaman. Qayerga keladi desangiz, bizning uyimizga, ya'ni qayerdan desangiz, o'zining uyida. Biz u bilan bir joyda yashamaymiz. Bu yerda qarama-qarshi tomonga yashaymiz, to'g'ri. Desak, qishloqiga nomzodlar esa juda kam. Faqat do'stim ajratibgina uni qishloqqa qila olganman. Qolgan kishi hech kim qishloq rolini yaxshi o'ynab bera olmagan. Ovoz ham qishloqga o'xshaydi, to'g'rimi do'stlar? Ovozini eshitganmisizlar? Yangi TikTok chiqardim bu haqida. Telefondan qilib men shuni reallashtirdim. Yana o'zi keldi. Mana video olmading-ku demanglar. Lamalar bor ekan ikkita. Va bizga endi birinchi keladigani keraglisi qo'y yoki qishloq topsam yaxshi bo'lardi-yu. Mayli, birinchi qo'y izlaymiz. Ikkalasini ham izlaymiz. U ana topildi. Mana. Opa, zo'r. Endi bizga o'rgimchak to'ri kerak. Bu yordamda xaltacha yasaymiz. Bu yog'iga savanna tugayapti. Men esa savannadan chiqish niyatim yo'q, chunki men qishloq topmoqchiman. Aytgancha nima demoqchi edim? Aytgancha nima, sizlar qishloqqa qishloqqa adashib ketyapman. Shu qishloq mening bo'ynimga o'rnashib olgan. Nima, Mr. Deadpool kanaliga obuna bo'lib qo'yishini istardim. U 100 ta bo'lmoqchi. Agar kanalni
qidira olmayotgan bo'lsanglar, men hozir uning kanaliga havola tashlayman kommentda. Agar havola bo'lmasa, men o'zim TikTokda alohida qilaman. Yozinglar, Mr. Deadpool judayam zo'r videolar chiqaradi do'stlar. Menga ishoninglar, vahshiy ham zo'rda. Menga o'zimga vahshiy yoqqan uning videolari do'stlar. Zo'rda, zo'r, просто super videolar chiqaradi. Shuning uchun tezroq sizlar videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz kerak unga. Va u 100 ta bo'lish niyatida, men esa 500 ta. Orasidagi farq juda katta. Mening hozirgi obunachilarimdek. Tak, umuman qishloq ko'rinmayapti. Qani yo'roqqa borib ko'raylikchi. Balki chiqib qolar. Aytgancha men nima yesam ham bo'ladi, hali kun botishga anchagina bor. Mayli. Qishloq topganimcha videoni kesib tursam bo'ladi. G'irg'iromlik qildi demanglar, chunki bu hardkorda kreativga o'tib bo'lmaydi. Mayli kesib turaman. Xullas do'stlar, savanna juda kam ekan. Deyarli savannani hamma joyini qidirdim, lekin bir tiyin ham qishloq chiqmadi. Va ko'raylikchi, agar video nima men gapirishni unutib qo'yapman. Agar video uzun bo'lib ketsa, men salgina shu yerda tugatib qo'yaman. Albatta, lekin hardkorda albatta lekin Ender Dragon'ni o'ldiraman. Videosi hech bo'lmasa TikTok qilib ko'rsataman. Hardkorda o'ldiraman. Yo'q, albatta TikTok qilib ko'rsatmayman. O'zimiz bu alohida qism. Nechta qism bo'lsin do'stlar? Videoga yozib qoldiringlar. Meni fikrimcha 10 ta qism bo'lsin. Chunki nima deysizlar, men faqat Ender Dragon'ni yutish niyatim yo'q. Men Vizerni o'ldirmoqchiman. Agar qo'limdan kelsa, Vardenni ham, lekin menimcha Varden qo'limdan kelmasa kerak. Yonar qurt. Menga kerak emas. Shuning uchun sizlar videoga like bosing, obuna bo'ling va bu juda muhimligini sizlar o'zingiz juda yaxshi bilasizlar. Xohlasangiz keyingi videolar uchun menga challenge berishinglar mumkin. Xohlagan challengingiz nima deysizlar uni, xullas topshirig'ingizni challenge. Bo'ldi, challengingizni bajarishim mumkin. Xayr, salomat bo'ling, lekin biz albatta Ender Dragon o'ldiramiz. Bu so'nggisi emas. Men xayr demayman, ko'rishguncha deb qolaman.